85% insonning muvaffaqiyati 3 ta omilga bog'liq bo'lsa, birinchi 85% omili okrujeniyga bog'liq deydi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, yaxshining sharofati, yomonning kasofati. Yoki yana boshqa shadow mentoring, yaxshi insonlardan qovun-qovundan rang oladi. Yaxshi atmosferaga borsangiz, qadriyatli insonlarning atrofiga borsangiz, qadriyati yuqadi. So'kong'ich odamlarning oldida yursangiz, bilmagan holda so'kong'ich bo'lib qolasiz. Motivatsiyasi bor, ambitsiyasi bor, katta narsaga intilayotgan, o'z oldiga maqsad qo'ygan odamlarning oldida yursangiz, bilmagan holda o'sha maqsad qo'yish nimaligini his qilishni boshlaysiz. Uni kitobda o'qib yo boshqa joyda ko'rib ola olmaydigan narsani oladi. O'shaning uchun eng katta muhim omili farzandimizdir, shogirdlarimizdir, qora ko'zlarimizdir. Farqi yo'q bo'lsa, bu yerda ham 100 so'mlik pul ishlash imkoni bo'lsa, 50 so'm bo'lsa ham, lekin yaxshi insonlarning atrofida u narxi qimmatroq.